Xo'p, assalomu alaykum o'g'illar, yaxshimisizlar? Bitta hozir jala bitta biznes narxi VPNchilar haqida gaplashamiz. Bu jala biznes narxi o'yinni qaranglar, o'zlari kiritiladi. Pin 96 dan tushgan yo'q pin umuman. O'zi internet normali chiqyapti. VPNchilar qaysi onasi ammo VPNga olib kirdilar, PUBG'ga biznes eplab bo'lmayapti. Hozir bunaqa kodlarda biznes borki, uni umuman harakat qilmayapti. O'sha qarab qo'ydi. O'q tegmaydi. O't ketgandan keyin o'q tegadi. Вообще bo'lmagan narsa hozir. Qaranglar. Bu nima bu? Yo, chipmi? Razrabochilar qayerga qarayapti, hayronman. Hamma shoshib yotibdi. Даже sotilyapti ham 50 ming, 60 ming, 70 ming. Nima foydasi bor bunaqa VPNda o'ynab, o'zini skillini yo'qotib? Kimga kerak shu narsa? Skill yo'qotish, masalan, VPN kelishmas, masalan, qiz bola bo'lsa o'ynasa mayli. Biznes mana shu bo'lsa, umuman bunaqa VPN tushmagan edi. O'zi boshqalar bundan ham battar bo'lishi mumkin, lekin VPNda o'ynash erkakning ishi emas. Nima bo'lganda ham hamma o'zini skilliga ishonib o'ynagani yaxshi. Umuman birinchi o'tyapman, chiqib urib qo'yapti. Maslahatim VPN mujiyli ish emas. Erkakning ishi emas, qanaqa VPN onasini skeyverlarga banashganlar jalla. Xuddi bosh. VPNda o'ynagan onasi ham bilan shunaqa. Mujiy maslahat qilib, xuddi